Roblox lekin bugunda biz Amish bilan birlikda juda ham qiziqarli o'yinimiz bor. Qo'limizga uradigan narsani ko'rib turibsizlar. Bu nima edi? Kalash bitta o'qta bo'lganmiz. Keyin bolalar o'yinimiz boshlanadi. 5 sekunddan keyin o'yinimizni ko'rasizlar nima degan. Shungacha bolalar videoga like bosib kanalga olib qo'yinglar. Har doimgidek men randomli eng omadli 5 ta bolani dujin qo'shaman. Kaç o'yin boshlandi bolalar. Videoga like bosib kanalga obuna bo'linglar. O'y, mana shu qizil zonaga turmaslik kerak. Keyin bizani to'g'rilar kelib turib xalaqit berishi mumkin. Agar biz mabodo shu qizil zonaga tushib qoladigan bo'lsak, biz pastga tushib ketamiz va yutqizamiz. Men to'p olishni xohlayapman bolalar mana. Voy, qizil zonaga bormaslik kerak. Qizil zonaga bormaslik kerak. Eng asosiysi bizani xalaqit beradiganlar ham bor. To'g'. Amir keldi bolalar. Ay keldi. Qochman bu yoqqa qachon. To'g'lar kelar. Qoch. Mayutga. Voy, men kelib oldim. Pladik bolalar. Uni urib bo'lmas ekan, Personajlar urib bo'lmas ekan. Qani kiyindi. Mana shu yerda turamiz. Yaxshi. Nimaga ukam? Gachunchi bo'ldimi? Ostiga. Round 4-raund qiylashib boradimi? Vobshe qiylashib ketadi hozir, qarab tur. Day. Men aytishim kerak bunda hozir, men aytishim kerak. Nechta odam qoldi? Qaytga boramiz. Ana bittasi o'ldi. O'lmadi. Qizga tegsangiz pastga tushib ketish kerak ekanda. Raketni. Men turgan joyim qara. Tushib ketadi. Men tushib ketishim sal qoldi. Tushib ketay o'zing. Men tushirib olmoqchiman uni. Ko't ekan mana shu. Voy bilan. Ikkitasi qoldi ana ikkitasi. Bola ko'rdinglar nima bo'lganini? Voy bilan. Ko'rdinglar nima bo'lganini? Nima tushib ketdi? Bo'ldi hozir yangi o'yin boshlansin bolalar. Bundan keyin aniq o'tamiz. Biznes lekin bolalar vobshe. Keyin bizga narsa berdi ana. Case berdi. Case ochdan nima beradi? Короче, case ochib o'tirib bolalar. Davay boshlanish. 10 sekunddan keyin boshlanadi hozir. Davay boshlandi bolalar. 0 sekund. Qayerda? Maps. Qaysin? Desert tanlayman. Desert. Pulli ekan-ku. 10 sekunddan keyin boshlanadi yana hozir. Boshlanishiga atigi 1 sekund. Davay bo'ldi, ketdi. Davay boshlandi. Muzlik ekan bu, to'yib ketar ekan. Yomon to'yar ekan o'zi ham. Bu ancha qiyin bo'ladi bolalar. Nima bo'ldi? Hozir qizilda qolish kerakmi? Ko'kdami? Nima bo'ldi? Qizilda ekan. Ay bilan, biz tushunmayapmiz endi bolalar. Keyingi o'yinda o'ynaymiz bolalar. Biznes bolalar, keyingi o'yinda o'ynaymiz endi hozir kutamiz tomoshani. Bolalar o'yin boshlanib ketdi. Bu nimami? Koptokcha. Nima u? Urvoradi bu menimcha. Ana urvoradi. Urvordan ana, bo'kchi turdi. Mana shu qochib yurish kerak ekan bolalar, vobshe tegmaslik kerak. Koptokka. Voy bilan koptok men yonimga kelibdi. Qoch. Meni qo'lyapti ana koptok. Men Zaynobi, men qanaqa tushib ketdim? Ana koptok tegib ketdi menga. Aytib qiziq qo'ydim bolalar. Necha oz bola. Bundan keyin albatta yutamiz. Bola yangi o'yin boshlanib ketdi. 4 sekund qoldi-da yangi o'yinga hozir. Bunisidan aniq yutishimiz kerak. Men o'yinga sal-pal tushunmayapman boshlanishiga. O'yin qanaqa bu? Qizil-ku bunda. Qizil ko'rinib turibdi mana. Bolalardan qochdi. Hoppa. Qizil-ku uka. Qizil. Yana qizilda chiqdi mana. Nima? Qizil turgani bilan to'p-po'y, qizil tushib ketmasa bo'ldi-da endi. Dayot qizil chiqadi. O'yla dahshat vobshe. Sen qanaqa uradi u? Sen qanaqa uradi bu? Voy bila, ura olmaydi-ku. Ta'sir qilmaslik kerak lekin. Mana kim? Men qoldim bolalar, men yutammi? Nima deb o'ylaysizlar bolalar, men yutammi yo'qmi? Men urmoqchi uribdi mana. Ana shuna bila. Ko'rdingizmi? Bilaman, chiqib qo'y, o'zim tushib ketdim. Billat, qaramabman bolalar. Mayli, necha bolalar. Bu nima? Uraman deb turibdi ana bolalar. Billat, 3 ta odam qolgan, 3-o'rin oldim bu safar. Mayli, Kingsda aniq ketamiz qilib. Turlar Kingsda. Billah, analar qaranglar, ozgincha qolganda. Men aytaman albatta.
Yo, bu ikkalasidan ham bilmadim, lekin bularga yozish. Uy, kim yutdi? Fuy, bular kimdir yutib oldi, vallahi. Keyingi o'yin boshlansin hozir. Vallahi o'yin boshlanyapti. 1 sekund, 0 sekundda ketdi unda. Sahroda bo'lar ekan, dema ketdi. Sen yutasanmi? Sen yutishinga ishonmayman. Urib olmasin, ayt. Uy! Voy, bilan. Qizil degan-ku. Voy, lo'q qilyaptim sen. Vallahi yuzma saqalatdim, babishni yuzma saqavordi. Bila boshqasi yangisini o'ynaymiz endi keyingi o'yinda. Boshlandi bola, yangi o'yin boshlandi, da ketdi. Nima bo'ladi? Urib bo'lmaydi. Qara, qizil bo'lgan payti bor-ku. Sakrab turish kerak-da. Uy, lazer. Qoch. Uy. Dedi, men urib yubordi bittasi. Kut urib yubordi bittasi. Lazer keladi hozir, qayerdandir. Uy. Yo, men qochdim. Men bitta o'zim turibman. Uradi-da, urar ekan. Killer ekan-da, u killer. Hoppa, biz qochamiz boshqa joylarga. Davay ketdi. Oy. Lazer tutolishi mumkin, shunga ehtiyot bo'lib yuringlar. Zo'r bo'ldi. Hozirchalik normal o'ynayapmiz. Voy, qizilda boshlandi yana. Ketdi. Davay. Hoppa. Yaxshi, hozirchalik normalni ketyapti. Yo, urib bo'lmaydi, to'poy. Urma! Ye. Musul! Ye. Ursa bo'lar ekan-ku. Alba. Bilaman, kechirgan atay qilmadim. Kechirgan qilmadim ekan. Bilmasdan, men urib bo'lmaydi deb o'ylayapman, bilaman. Sen uchun qastingni olaman ekan. Men uchirib yubordik bittasini. Uy, men urmoqchiman. Uy, bilat. O'rtada qolamiz. Men senga. Men. Uy, men tiriyman. Uy. Vallahi. Yutamiz, bilaman. Atayin qilmadim ekan. Match boshlandi. Keyingi o'yin ham boshlandi bolalar. Короче, uy, bu boshqacha. Sakrab bo'lmayapti-ku. Uy, sakrab bo'lmas ekan. Uy, tuch. Bilaman, o'zi tushib ketdim. Bo'ldi, keyingi o'yinni kutamiz yana. Bila Zaynab. Bolalar o'yinimiz boshlandi. 0-0 bo'ldi, davay. Keyingi zonamiz kim yutadi deb o'ylaysizlar? Uy. Sekin sakrar ekan bunda, ko'rdingmi? Men tushmadim. Voy, bilaman yana tushib ketdim. Vallahi, короче, bola, shu joydan videoni tugataman. Vosh, musor o'ynagan bo'laman. Yoki men o'ynolmadim, yoki musor o'ynagan bo'laman. Короче, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, keyin ko'rishguncha xayr.